Assalomu alaykum hurmatli azizlar, hurmatli kuzatuvchilar. Ijtimoiy tarmoqlarda kelgan savollarga javob berishni lozim deb topdim. Men doktor Hasan, urolog-androlog, 17 yil tajribaga ega mutaxassis. Birinchi savolimiz quyidagicha. O'zimizni jinsiy taraflama sog'lom deb hisoblayman. Urologga uchrashishim kerakmi? Albatta, siz urologga uchrashishingiz muhim va zarur deb hisoblayman. Ya'ni yoshlik davridagi uchraydigan kasalliklar bor va bu kasalliklarni erta aniqlash uchun va jinsiy hayotga o'tgandan keyin boshqa muammo asoratlarni kelib chiqmasligi uchun ham siz urolog-andrologga nazoratida va ko'rigida bo'lishingiz kerak bo'ladi. Va albatta bizda juda ko'p savollar kelib tushadi. Ijtimoiy tarmoqlarda necha yoshdan biza chiqishimiz kerak va urologga ko'rik borishimiz kerak degan xulosalar va savollar ko'p bo'ladi. Shu jumladan ta'kidlab o'tish joiz deb topdimki, birinchi navbatda borishimiz kerak bo'lgan urologga bu 5 yoshdan 8 yoshgacha deb hisoblanadi. Ya'ni shu davrdagi bo'ladigan kasalliklarni oldini olish va uni kerakli bo'lgan holatda amaliyotlarni bajarish kerak bo'ladigan bo'lsa, amaliyotlarni bajarishimiz kerak bo'ladi. Buni misolida kirtarxizm kasalligini misol qilib oladigan bo'lsak, yoki bo'lmasa tug'ma anomaliya holatlarini 5 yoshgacha aniqlab va ularni kerakli chora-tadbirlarni ko'rishimiz kerak bo'ladi. Ikkinchi navbatda bu yoshimiz hisoblanadi erkaklarda, ya'ni 10 yoshdan 14 yoshgacha. Ya'ni bu balog'at davri. Balog'at davrida funksional gormonal yetishmovchiliklar bo'ladi va gormonal yetishmovchilik paytida biz uni vaqtida aniqlab, bu yerda birinchi aniqlashimiz kerak bo'lgan narsa bu varakatsillik kasalliklari. Va albatta uni amaliyot o'tkazilgan holatda jarrohlik yo'llari bilan darajasiga qarab turib aniqlanadi va bu darajasiga qarab operatsiya amaliyotlari o'tkaziladi. Va kelajakda uylangandan keyin bepushtlikka olib kelmasligi uchun oldindan harakat qilinadi. Va 3-davr bu 18 yoshdan boshlanadi, 18 yoshdan 25 yoshgacha. Nimagaki bu yoshda biz aytamizki mutaxassis sifatida balog'at yetuk davriga yetganidan keyin va albatta bu uylanishingizga to'sqinlik qilmaydigan holat kuzatiladi va siz urolog nazoratini ko'rigidan keyin biron bir muammolar bo'lmasa va albatta uylanish tavsiya qilinadi.